Diqqat qiling, tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 20-oktyabrdan 23-oktyabr kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qiladi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 20-oktyabr kuni kechasi 6-11 daraja iliq, kunduz kunlari 18-23 darajani tashkil etadi. 21 hamda 23-oktyabr kunlari kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 18-23 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.